Bektemir tumanida qarovsiz qoldirilgan avtomobil salonidan katta miqdordagi pul o'g'irlandi. Ichki ishlar xodimlarining tezkor harakatlari natijasida pulni o'g'irlashda gumon qilingan shaxs qo'lga olindi. Avtomobil qimmatbaho buyumlarni, ayniqsa katta miqdordagi pul mablag'larini saqlaydigan joy emas. Navbatdagi lavhamizning Qo'shtirnoq ichidagi qahramoni Qo'yliq dehqon bozori atrofida turgan avtomobilni qaychi yordamida ochib, uning salon qismini ko'zdan kechiradi. Unda hech narsa topa olmagach, mashinaning yukxonasini ko'zdan kechirishga o'tadi. Aynan yukxonada bo'lgan 76 million so'mdan ortiq pul mablag'larini o'g'irlab, voqea joyidan yashirinadi. Nexia 2 egasi tushib oldida pul bilan o'tayotgan holatini ko'rib qoldim. Keyin dehqon bozor tomonga o'tib ketdi. Atrofda hech kim yo'q ekan, mashinada signalizatsiyasi ham yo'q ekan. Shu yuk qismini qarasam, qora sumka turgan ekan. Sumkani olib voqea joyidan ketdim. Oradan ko'p vaqt o'tmay gumonlanuvchi yana o'sha manzil yaqinida qarovsiz holda qoldirilgan Cobalt avtomashinasini nishonga oladi. Bu safar u mashina eshiklari ochiqligidan foydalanib, salon ichida qolgan 17 million so'mdan oshiq pul mablag'larini o'zlashtirib oladi. Telefonni gaplashib ketaylik. Cobalt egasini ko'rdim, mashinasini hayolda yo bekitmasdan ketib-yordi. Uni men ko'rib qoldim, u odam bekitmaganligini ko'rib qolib, mashinasini oldiga borsam, ichida hech kim yo'q ekan. O'rindiq yon qismini qaraganimda pul bor ekan. Shu pullarni oldim, voqea joyidan tark etdim. Aybim iqrorman, qilgan ishlarimga pushaymonman. Fuqaro Bektemir tumani hududiga yana takroran jinoyat sodir etish maqsadida kelgan vaqtida tezkor tadbirlar natijasida qo'lga olinib, Bektemir tumani tergov bo'limi xodimlariga topshirildi. Mazkur holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumon qilinuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Hozirgi kunda tergov harakatlari davom etmoqda. Mashinamda pulni qoldirib ketdim. Endi qanday pul olishim kerak bir kishidan, o'shanga bozorga kirasib chiqaman deb o'yladim-da. Chiqqanimcha mashinamdan o'g'irlab ketibdi. Mana ichki ishlarga xodimiga murojaat qildik. Katta rahmat. Endi tegishli choralarni ko'rishni so'raymiz. Ko'zi har kun emas, kunida sinar ekan. Hech kim mashinasida pul qoldirmasin, qimmatbaho buyumlarni qoldirmasin. Meni boshimdan o'tdi o'sha narsa. Endi shu narsaga rioya qilamiz, qoldirmaymiz boshqa. O'zingiz guvoh bo'lganingizdek, ikkala avtomashina ham qarovsiz holda qoldirib ketilgan. Hurmatli fuqarolar, avtomobilingiz har doim kalit bilan qulflanganiga ishonch hosil qiling. Ogoh bo'ling, zero jinoyat sodir etilishiga o'zingiz sharoit yaratib bermang.